Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Zelenskiy Putinga tahdid qildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukraina urushda hal qiluvchi bosqich endi havo maydonida kechayotganini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga tahdid qildi. Bu haqda Financial Times'ga nashrga bergan intervyusida so'z ochdi. Zelenskiyga ko'ra, Ukraina frontdagi pozitsiyalarini saqlab qolmoqda, shuningdek Rossiyaning dengizdagi imkoniyatlarini cheklashga erishgan. Bu qarama-qarshilikda endi qaysi tomonning hududi kattaroq ekaniga bog'liq emas. Biz havo makoniga o'tdik va havoda raqobatdoshmiz degan u. Shuningdek, Zelenskiy Ukrainaning eng katta zaif nuqtasi havo hujumidan mudofaa tizimi ekanini tan olgan. Shunga qaramay, uning ta'kidlashicha, mamlakat urushda g'alaba qozonish imkoniyatini saqlab qolmoqda. U Moskva va Sankt-Peterburgga uyushtirgan keng ko'lamli dron hujumlarining psixologik ta'siri hamda Rossiyaning iqtisodiy muammolari oxir-oqibat Vladimir Putinning urushni davom ettirish borasidagi qarorini zaiflashtirishini aytgan. Moskvaga 100 ta emas 1000 ta dron uchib borganda u tushunadi. Buni shaxsan his qilganda, o'z ko'zi bilan ko'rganda, maslahatchilar bilan uni Ural ortiga ko'chib o'tishga ko'ndira boshlaydi. Putin Moskvadan qanchalik uzoqlashsa, urush yakuni shunchalik yaqinlashadi, degan Zelenskiy. 6-iyul kuni Ukraina Rossiyaning eng yirik neftni qayta ishlash zavodlaridan biriga Omskka zarba berdi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Rossiya Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi huzuridagi dezinformatsiyaga qarshi kurashish markazi rahbari Andrey Kovalenko esa buni tasdiqlagan. Kovalenko Omsk neftni qayta ishlash zavodi Rossiyaning eng yirik neftni qayta ishlash korxonalaridan biri ekanini qayd etgan. Rossiyaning asosiy neftni qayta ishlash zavodlaridan biri va Ukrainadan uzoqda joylashgan Omsk neftni qayta ishlash zavodiga zarba berildi. U faoliyatini to'xtatadi, deydi Kovalenko. Omsk viloyati gubernatori Vitaliy Xostenko 6-iyul kuni hududda uchuvsiz uchish apparatlari xavfi e'lon qilganini bildirib, keyinchalik viloyat osmonida dushmanning uchuvchisiz uchish apparatlari urib tushilganini ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, ayrim dronlar Omskning shimoliy sanoat hududigacha yetib borgan. Oradan ko'p o'tmay Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham Omsk neftni qayta ishlash zavodiga zarba berganini tasdiqlagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevga raketa va dronlar bilan navbatdagi yirik hujumni amalga oshirgani haqida xabar berilgan edi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida kamida 7 kishi halok bo'lgan va yana 24 kishi turli darajadagi tan jarohatlarini olgan. Zelenskiy Rossiya 7-iyulga qadar Ukrainaga ommaviy zarba berishga tayyorgarlik ko'rayotganidan ogohlantirdi. Ukraina prezidenti bu haqda razvedka ma'lumotlariga tayanib, o'zining kechki video murojaatida ma'lum qildi. Rossiyaliklar yangi ommaviy zarbaga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida razvedka ma'lumotlari kelib tushmoqda. Bu Putinga xos uslub bo'lib, ushbu zarralar Qo'shma Shtatlarning Mustaqillik kunidan keyin aynan Anqaradagi NATO sammiti oldidan yuz berishi ehtimoli yuqori, deydi u. Zelenskiy ukrainaliklardan ehtiyotkorroq bo'lishni va havo hujumi trevoga signallarini e'tiborsiz qoldirmaslikni so'radi. Shuningdek, u g'arblik ittifoqchilarni Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun raketalar yetkazib berishni tezlashtirishga chaqirdi. Anqaradagi NATO sammiti 7-8-iyul kunlari bo'lib o'tadi. Merz va Zelenskiy Ukrainaga havo hujumidan mudofaa raketalarini yetkazib berishni muhokama qildi. Vladimir Zelenskiy va Germaniya kansleri telefon orqali muloqot qilib, Rossiyaning ballistik raketalar yordamida amalga oshirayotgan hujumlari ko'payishi fonida Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish masalasini muhokama qildi. Hozirgi asosiy masala odamlarimizni Rossiya ballistiklardan himoya qilish uchun Patriot 3PK tizimlariga raketalar yetkazib berishdir. Moskva aynan Ukrainaga berilayotgan raketa zarbalariga so'nggi umidini bog'lamoqda.
Rossiyaning urushni cho'zish uchun boshqa imkoniyatlari qolmadi, deb yozadi Zelenskiy o'zining Telegram kanalida. Germaniya hukumati rasmiy vakilining so'zlariga ko'ra, Zelenskiy Friedrichs Mersga Rossiya qo'shinlarining Kiyev va Ukrainaning boshqa hududlariga bergan so'nggi zarbalari oqibatlari haqida ma'lumot bergan. Kanslerning o'zi esa X ijtimoiy tarmog'ida Ukraina bundan buyon ham Germaniya ko'magiga tayinishi mumkin deb yozdi. Putin ham Trampni tabrikladi va AQSh prezidenti bilan Ukrainadagi urushni muhokama qildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya prezidenti Zelenskiydan keyin Donald Trampga qo'ng'iroq qilib, uni AQSh mustaqilligining 250 yilligi bilan tabrikladi. Putinning yordamchisi Yuriy Ushakovning xabar berishicha, suhbat deyarli 1,5 soat davom etgan va unda boshqa masalalar qatori Putin Rossiyaning AQSh davlatchiligi shakllanishiga qo'shgan hissasi haqida eslatib o'tgan. Ushakov bu hissa nimadan iborat ekanini izohlamagan. Ushakovning so'zlariga ko'ra, suhbat davomida Ukrainadagi urush mavzusi ham ko'tarilgan. Uning aytishicha, Tramp jangovar harakatlarni to'xtatish va tinchlikni izlashga ko'maklashga tayyorligini tasdiqlagan. Prezidentimiz jang maydonidagi haqiqiy vaziyatni tafsirlab berdi. Unga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari bir aholi punktidan keyingi ikkinchisini ozod qilgan holda ishonch bilan oldinga siljimoqda, deydi Ushakov. Juma kuni Kreml Donetsk viloyati shimolidagi muhim mustahkamlangan shaharlardan biri Konstantinovkani egallagani e'lon qildi. Rossiya rasmiylari esa harbiylari hozircha buning mustaqil tasdiqlarini taqdim etmadi. Ukraina esa shahar ustidan nazoratni saqlab qolganini da'vo qilmoqda.